Salom barchaga. Bugungi sonda Elon Muskning bitta raketasi odamlarni koinotga muvaffaqiyatli olib chiqdi. Ikkinchisi esa portlab ketgani. Apple kompaniyasining eng yirik uchechkasi Teslaga munosib raqib bo'ladigan Xitoyning yangi elektromobili va NASA bir oy ichida yana raketa uchirishga tayyorlanayapti. Shu va boshqa yangiliklar hoziroq. Qani boshladik. Rossiya kosmik sanoatining rahbari Xalqaro kosmik stansiyasiga Batu deb atalgan Muskning Dragon kosmik raketasi uchishga muvaffaq bo'ldi. Bortda NASAning tajribali astronavtlari Doug Hurley va Bob Behnken bor edi. Ular koinotga ikkinchi marta uchgan va bu safar ular bortda tugmalar kamayganidan, oldingidek siltashlar yo'q bo'lganidan juda xursand. Falcon raketasining birinchi bosqichi uchishdan taxminan 3 daqiqadan so'ng ajralib chiqdi va parvozning 10-daqiqasida SpaceX platformasiga Atlantika okeanidagi Of Course I Still Love You platformasiga qaytdi. Hozirda Dragon o'z dvigatellari yordamida MKS ga sayohatini davom ettirmoqda. Ikkinchi bosqich parvozlarni boshqarish markazi va ekipaj bir-birini muvaffaqiyatli uchish bilan tabrikladi. Endi Dragon yaqinlashish jarayonida. Bugun kechqurun bo'lib o'tadigan joylashtirishni MKS bilan kutishmoqda. Astronavtlar hozircha joylashishni amalga oshirish uchun dam olishmoqda, chunki barcha avtomatlashtirishga qaramay, ular qo'lda sozlashlarni amalga oshirishga to'g'ri keladi. Xalqaro kosmik stansiya xuddi Dragonning o'zi kabi endi ikkala jism ham yer atrofida soatiga 27 ming kilometr tezlikda harakatlanishiga qaramay, asta-sekin bir-biriga yaqinlashmoqda. Shuning uchun joylashtirish yerdagi startdan ko'ra muhimroq va xavfli qismdir. Biz Doug va Robertga omad tilab yerga qaytamiz. Elon Musk ulkan Boca Chica, Texasdagi poligonida 4-Starship prototipli kemasi portlashiga qaramay kayfiyatni tushirganicha yo'q. Kompaniya prototipni sinash jarayonida jonli efirda minglab tomoshabinlar oldida o'tkazayotgan vaqtida babax. Rasmiy bayonotga ko'ra portlash yoqilg'i oqish natijasida yuz bergan va bu safar nafaqat prototip, balki ishga tushirish maydonchasiga ham zarari tekkan. Bu yangi xarajatlarga olib keladi va keyingi sinovni kechiktiradi. Agar prototip portlamaganida portlash yuz berish arafasidagi SpaceX tomonidan kelgusi hafta sinov parvoziga jo'natilishi kerak edi. Falokat Raptor asosiy dvigatelini ishga tushirishgandan so'ng sodir bo'ldi. Bunday sinov statik olov deb ataladi. Ayniqsa barcha skeptiklar uchun bu SpaceX so'nggi 2 hafta davomida boshqargan 5-statik yong'ini ekanligini ta'kidlaymiz. Kompaniya vakillarining so'zlariga ko'ra, ular katta muvaffaqiyatsizliklarga ham tayyor, chunki ular o'rnatgan normadan qancha nosozliklar va mumkin bo'lgan xatolar hozir bo'lsa, keyinchalik Starshipning haqiqiy parvozlari shunchalik xavfsiz bo'ladi. Eslatib o'tamiz, Starship barcha mavjud SpaceX vositalarini almashtirish uchun ishlab chiqilmoqda. Bu 100 tonnadan ortiq yukni orbitaga olib chiqishga imkon beradi va 2024-yilga kelib Marsga pilotli parvoz rejalashtirilgan. 2022-yilda esa ondan ortiq avtonom reyslar rejalashtirilmoqda. Xo'sh, endi esa yerga qaytsak, chunki kosmos qanchalik yaqin bo'lmasin, endi bizning hayotimiz smartfonlar va ular bilan bog'liq bo'lgan uchechkalarsiz bo'lmaydi. Ma'lum bo'lishicha, fevral oyida kiber xavfsizlik bo'yicha mutaxassislar va hakerlar iOSning 14-dastlabki versiyasiga kirishgan. Bu hozirda Cupertinoda dasturiy ta'minotning bunday ommaviy tarqalishining birinchi holati. Chunki yangi iOS chiqarilishiga 4 oydan ko'proq vaqt bor va ular faqat iyul oyida bo'lib o'tadigan WWDC dasturlarining konferensiyasida ommaga namoyish qilinishi kerak edi. iOS 14 qanday tarmoqqa ulanishi noma'lum. Insiderlar kimdir o'rnatilgan iOS 14 iPhone 11 ni sinab ko'rishga muvaffaq bo'lishiga ishonishadi va uni Xitoyga bir necha ming dollarga sotib yuborgan. Shundan so'ng ular allaqachon e'lon qilinmagan iOSlarga kirish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Hozirgi vaqtgacha yangi uchechka haqida hech qanday ma'lumotlar yo'q edi. Ko'rinishidan unga kirish huquqiga ega bo'lgan ishlab chiqaruvchi uning ishlamalaridan ilhomlangan. Xitoylik ba'zi foydalanuvchilar bu ishlab chiqaruvchi Xiaomi ekanligiga aminlar. Dekabr oyida iOS 14 tuzilishini qabul qilib, ular o'zining MIUI 12 dizaynidagi yutuqlardan mamnuniyat bilan foydalanishdi. Mishmishlar yangi Xiaomi qobig'i allaqachon iOS bilan juda o'xshash bo'lib qolganligini tasdiqladi. Biz avtotezlik yangiliklari bilan davom etamiz. Biz tez-tez muhokama qiladigan Karma Automotive kuchli sport elektr avtomobilini faol ravishda ishlab chiqishda davom etmoqda. Yangi sport avtomobillari bazasi uchun Inflex platformasi va egiluvchanligi olingan. Hozirda Karma Revero GT avtomobili asosida yaratilgan bir nechta modellarning prototipi bo'yicha sinovlar o'tkazilmoqda. Ular haqida biz ham batafsil aytib bergan edik. Ishlab chiqaruvchilarning yangi avtoshinalarida har bir g'ildirak uchun alohida drayvlarga ega 4 ta elektromotori bo'lgan kontaktlarning zanglashiga olib borishini ta'kidlashadi. Avtomobil dizaynidagi bunday yondashuv sizga tebranish vektorini samarali boshqarish imkoniyatini yaratishga imkon beradi va shuning uchun dvigatelning umumiy quvvati 1100 ot kuchiga teng bo'ladi. Karma uchun birinchi navbatda sport avtomobilini yaratishda
uchishda juda muhim jihat bu yo'lda barqarorligi va manyovrlardan foydalanish. Ushbu ikkita muammoni hal qilish uchun ular avtomobilning pastki qismida batareya to'plamini joylashtirishga qaror qilishdi. Har bir o'qda ikkitadan joylashgan elektromotorlar bilan birgalikda misli ko'rilmagan barqarorlikni ta'minlaydi. Bitta zaryadga ega bo'lgan sport avtomobili 640 kilometrni bosib o'tishga qodir. Karma Automotive loyihasi avtomobilni amalda sinab ko'rishni yoqtiradi. Prototiplari allaqachon sinov maydonlarida 1 million mildan ko'proq masofani bosib o'tgan. Kompaniya shuningdek kabrioletning futuristik qaychi eshiklari bilan konvertatsiya qilingan tizim ustida ishlamoqda. Uning konvertatsiyasi o'tgan yilning avgust oyida namoyish etilgan edi. Tesla bilan keng qamrovli urush haqida gapirishga hali erta, ammo hozirgi paytda Karma Elon Musk uchun eng istiqbolli raqobatchi. Keling, koinotga qaytaylik. Borgan sari ko'plab odamlar koinotga qiziqishmoqda. Ba'zi avzorlarimizni koinotni tanishtirishga bag'ishlashga qaror qildik. Bu shunchaki uzun ismli bloger bo'lib, u mavzu bilan tanish bo'lmagan kishiga raketani orbitaga uchish uchun qancha yoqilg'i sarf qilishini tushunishga yordam beradigan ajoyib video yaratdi. Videoda 4 xil kosmik tizimda yoqilg'ini yoqish jarayoni namoyish etildi. Xususan Saturn V, Shuttle, SpaceXdan Falcon Heavy va Space Launch System (SLC) taqdim etilgan animatsiyada yoqilg'ining har bir turi o'ziga xos rangga ega. Shuning uchun aviatsiya kerosin qizil rangda, suyuq vodorod to'q sariq rangda, suyuq kislorod ko'k rangda. Yoqilg'i iste'moli bo'yicha yetakchi Saturn V raketasi tarixdagi eng kuchli bo'ldi. Bu 1967-yildan 73-yilgacha NASA xizmatida bo'lgan va Apollon dasturi doirasida uchish paytida ishlatilgan. Saturn V tashuvchi raketasi bitta uchish paytida o'rtacha 2,76,500 kilogramm yoqilg'i sarflagan. Bunday xarajat bizga 140 tonna yukni past orbitaga tushirishga yoki 48,5 tonna yukni oyga yetkazib berishga imkon beradi. Space Shuttle kosmosga kirish uchun qattiq qo'zg'aluvchan va suyuq asosiy dvigatellarning gibrid tizimini ishlatgan. Bu iste'molni sezilarli darajada kamaytirishga imkon beradi. O'rtacha yuk tashish uchun 1,735,600 kilogramm yoqilg'i kerak bo'ladi. Falcon Heavy Elon Muskning og'ir raketalarini uchirish hozircha bor yo'g'i 3 marta amalga oshirilgan va uni ishga tushirish kosmosga 64 tonna yuk tushirish uchun o'rtacha 411,000 kilogramm yoqilg'ini talab qildi. Aytgancha, bu raqam SpaceXning kosmik poygada misli ko'rilmagan eng yaxshi muvaffaqiyatini aytib turadi. Oxir-oqibat qayta ishlatilgan tizim har bir ishga tushirish narxini pasaytiradi va SpaceXning yoqilg'i sarfi minimal bo'ladi. Shuning uchun hozirgi kunda Elon Musk NASA uchun MKSga yuklarni yetkazib berish rejalarida eng yaxshi sherikdir. SLC tizimi hali bir marta ham ishga tushirilgani yo'q va Artemis dasturini amalga oshirish uchun ishlab chiqilmoqda. Amerikaliklar Oyga qaytish va Marsga parvoz qilishni maqsad qilgan. SLC uchun faqat nazariy hisob-kitoblarni bajarish mumkin. Jamoat mulki bo'lgan texnik ma'lumotlarga asoslanadi. Video muallifi nima qilishga uringan? Massasi 77 tonna bo'lgan SLC raketasi orbitaga taxminan 60,985 tonna yuk tushirishni rejalashtirmoqda. Shuning uchun SLC raketasi 143 tonna modifikatsiyaga ega bo'lib, ular 130 tonna yuk tushirish quvvatiga ega. Ushbu dvigatelga qancha yoqilg'i sarf qilinishi tasavvur qilmaslik yaxshiroqdir. Aytganimizdek, Artemis dasturining yakuniy maqsadi Mars. Shuning uchun NASA nihoyat qizil sayyora haqidagi barcha bilimlarni ishga solish kerak. Ushbu harakatlar jadvalida muhim sana 17-iyul. Perseverance Marsga yuborilganda parvozga tayyorgarlik jarayonida AQSh kosmik agentligi mutaxassislari Perseverance qizil sayyoraning og'ir sharoitlarda ishlash qobiliyatini o'rganishga mo'ljallangan bir qator sinovlarni o'tkazdilar. 2019-yil oxirida o'tkazilgan test natijalari endi e'lon qilindi va biz moslama nimaga qodirligini o'z ko'zimiz bilan ko'rishimiz mumkin. NASA Perseverance laboratoriyasining muhandislari Mars yuzasida ishlayotganda roverning imkoniyatlarini aniqlash uchun o'ta og'ir sharoitlarda qator sinovlarni o'tkazdilar. Birinchi sinov mutaxassislar sayyora yuzasiga qattiq qo'nish jarayonida omon qolish qobiliyatini o'rganishga bag'ishlangan. Keyingi bosqichda qurilmaning turli tizim birikmalarining ishlashi va ekstremal sharoitda o'zaro ta'sir o'tkazish qobiliyatini sinovini o'tkazdilar. Birinchi sinovlar mutaxassislar sayyora yuzasiga qattiq qo'nish jarayonida omon qolish qobiliyatini o'rganishga bag'ishlangan. Keyingi bosqichda qurilmaning turli xil tizim birikmalarining ishlashi va ekstremal sharoitlarda o'zaro ta'sir o'tkazish qobiliyatini sinovi o'tkazildi. Perseverance qo'shimcha ishni masofadan boshqarish imkoniyatini o'z ichiga oladi. Iyul oyida ishga tushirilgandan so'ng 2021-yil 21 fevral kuni tirishqoqlik bilan ishlayotgan vosita Mars yuzasiga tushadi. U yerda qiziquvchanlik apparati kutmoqda. U yerda guruh bilan qunt bilan tuproq tadqiqoti boshlanadi. Suv va biologik hayotning belgilarini qidirishadi. Video yoqqan bo'lsa bizga obuna bo'lishni va like bosishni unutmang.